Alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta pritsepimiz tayyor bo'ldi. Bugun kechqurun egalariga topshiramiz. Uchalasi ham shivillerdan bo'ldi. Tortqichlar uchalasi ham shiviller. 1 tonna 600 lik qalin zamoqlar bilan qilib berdik. Ramalari shiviller. Shu spravkasi ichida. Balonlari 15 talik Cobalt. Balon Cobalt. Tizga Cobalt tutib ketsa bo'ldi mana. Traktorning pritsepining resoldan bo'ldi, bakvat mana. Moslari shivillerning ichiga qalin listlardan qo'yib berganmiz. Amortizatorlari ham bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Atsinkoy 07 lik Atsinkoy 2.1 lik qalin profillardan qilib berdik mana. Yangi tiskalardan qilib berdik. Mana buning razmeri 320 ga 170 bo'ldi. Shu turishiga 12 million so'm pulga kelishdik. Mana dokument ichida. Mana taglar. Bakvat qilib yasab berdik. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol mana shu telefon nomerlariga murojaat qilishlari mumkin. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.